Ota aytibdi, bolam bu pulni menga berish uchun sanayapsanmi desa, ha dada, men sizga bir ehson qilmoqchiman. Bir duo qilasiz, hadiya qilmoqchiman. Nechi pul desa, $1000 debdi. Masalan, $1000 Ota aytibdi, bolam menga bermoqchi bo'lsang sanamasdan bergin debdi. Chunki shu kuninggacha men senga sanamasdan sarf qilganman debdi. Baraka topkurlar, birortaylar turib etinglarchi. Farzandinglar uchun yozib qo'ygan xarajatinglar bormi? O'sha Navorejdonlikdan boshlab turib yozganinglar bormi? Kim yozgan? Kim yozadi? Hech kim yozmaydi. Chunki buni bolam ertaga katta bo'lsa, bu xizmatlarimni menga qaytaradi. Qariligimda shu bolamni bag'rida mazza qilib keksalikni gashtini surib yashayman deb o'sha xarajatlarni nimasi bo'lsa qilib beradi. Maktab kiyimimi, maktab qurolimi, oliygohga kiradimi, yaqa